Supervisor nima ish qiladi? Ko'p yillar davomida ko'p supervisorlar bilan biz uchrashuvlarda, gaplashganimizda, tanishganimizda supervisor nima ish qilish haqida ko'p muzokaralar qilamiz. Men bugun sizga 3 ta so'z bilan supervisor nima ish qilishini tushuntirib beraman. Ya'ni birinchisi supervisor bu o'rgatadi. Ikkinchisi supervisor bu ko'rsatadi. Uchinchisi supervisor bu nazorat qiladi. Ya'ni supervisor o'ziga biriktirilgan savdo jamoasiga qiladigan ishini ko'rsatib berish kerak. U bilan birga yurgan holda uni o'rgatish kerak. Va keyinchalik doimo mana shu ishlarni nazorat qilib borish kerak. Ya'ni doimo o'z agenti bilan birgalikda hududda yurish kerak emas. Uni onlayn tarzda nazorat qilib, o'sish nuqtalarini belgilab, topshiriqlarni doimo berib borish kerak. Agar sizga ushbu mavzu qiziq bo'lsa, siz tanigan bilgan supervisorlarga yuborib qo'ying, albatta keyingi postlarimiz ular uchun bo'ladi.